Bitta vagonda polli taxtalarimizdan tushirganmiz, hurmatli akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Polli taxtalar bilan sizlarni polностью tanishtirib o'taman. Hurmatli akalar, hozir ko'rib turgan taxtani bitta vagonni 6 dan 1 ga to'g'ri keladi. Bu yerda 15 kuba polli taxta bor. Xo'p, hurmatli akalar, kачествоsi juda ham chiroyli bo'lgan. Razmerlari 12,5 ga 22, ya'ni eni 12,5 sm, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metrlik bo'lgan qarag'ay, ya'ni 100% sasna yog'och rossiyskiy taxtalarimizdan olib keltirganmiz. Oldi orqasi shunaqangi bir xilda bo'ladi. Taxta zavodskoy, chastno emas. Donali, chotkisidan bo'ladi, hurmatli akalar. Bu videoni uyiga polqiltka tanishinaga yoki da qurilish mollar do'koni bor tanishinaga jo'natib qo'ysani, Optimga ham, Donaga ham qilib beramiz, hurmatli akalar. Bemalol nomerlarga murojaat qilsani bo'ladi. Bundan tashqari asl taxtaga obuna bo'lib qo'ysani, qurilishingizda ishlaydigan taxta mahsulotlarini, strapilli, polli, lagali, to'silli hammasini narxi bilan birga qo'yib ko'rsatib boramiz. Agar narxini qo'ymaydigan bo'lsa ham bemalol nomerlarga murojaat qilib narxi bilan polностью tanishib olsani bo'ladi. Xo'p, hurmatli akalar, bu taxtalarimizdan yana 100 kuba bor. Kачествоsi juda ham zo'rdan, hurmatli akalar. Optimchilar ham, Donachilar ham bemalol zakaz qilsani bo'ladi. Bu taxtamiz bu yerga tushirganimiz sababi shpuntga moslaganmiz, ya'ni qulp kalitli qilib zakazga ochtirib beramiz, hurmatli akalar. Agar qulp kalitli kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Suhbatlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.